Assalomu alaykum yurtdoshlar, dehqon akalar, dehqon ukalar. Teplisa ishqibozlari, ya'ni issiqxona ishqibozlariga narxlarni chiqarib beramiz. Bugungi kun narxlarini 2026-yil 24-fevralda video qilyapmiz. Nech puldan bo'layapti teplisalar qurish, ya'ni konteyner materialidan O'zbekiston sharoitida, ya'ni Qirg'izistonda ham sharoitida eng arzon materiallardan, eng mustahkam materiallardan teplisa qurishim kerak. Usta akalarni qayerdan topaman, narxlari nech pul degan akalarimizga pastga nomerlarni qo'yib qo'yapmiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bugun qaytarib o'taman, 2026-yil 24-fevral kuni video syomka qilyapmiz. Bugungi narxlarni aytib o'tamiz. Oldingi videolarimizda 5 milliondan 15 milliongacha teplisalar quramiz deb aytgan edik. 7 oy, 8 oydan keyin ham telefon qilishib, endi narxlar bir xil bo'lmaydigan, ancha-muncha materiallar ozgina ko'tarilib qolyapti. Biz O'zbekiston sharoitida ko'tarilgan narsa tushish qiyin, bilasizlar. Shunga bugungi kungi narxlarni deb qaytadan aytib o'tyapmiz. Xudo xolasa o'sha akalarimiz 5 milliondan 10 milliongacha 15 milliongacha teplisalar quryapmiz deb aytib o'tdik. Faqat 5 milliondan quryapsizlar ekan deb murojaat qilishadi. 5 milliondan 15 milliongacha teplisa quramiz akalar. 5 millionli teplisa bor, 6 millionli teplisa bor, 7 millionli teplisa bor, 1 million ko'tarilib ketaveradi. 8 millionli hozirgi kunda ko'proq 8 million, 8,5 millionlik teplisalar xizmat qiladi. Endi arzon narsa sifatsiz bo'ladi, sifatsiz narsa arzon bo'ladi, bilasizlar. Sifatli narsa arzon bo'lmaydi. Buni ham bilib olinglar. Shunga akalar bugungi kunda shu teplisalarni mana quryapmiz. 8,5 milliondan o'zimiz zakotovka qilib, olib borib o'rnatib beryapmiz. Bir sotigini 8,5 milliondan olib borib o'rnatib beryapmiz. Faqatgina ramasi, salafanini yopmaymiz. Salafanini o'zlaring yopib olasizlar. Salafanga tayyor qilib beramiz. Eshik portishga hamma narsasini qo'yib beramiz. Tayyor qilib 8,5 million narx chiqyapti. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekistonda xohlagan nuqtasidan telefon qilasizlar, yasab, o'rnatib olib borib beramiz. Sizlarga qulay tomoni, usta baqmaysizlar. Ustani endi zakotovka jarayonida 2-3 kun usta baqasizlar. Ko'proq zakotovkasini o'zimiz tayyor qilib, o'zimizning xonadonlarda yasab, o'rnatib, yasab olib boramiz, olib borib o'rnatib beramiz. 8,5 million chiqyapti. Endi ko'tarilib boraveradi. Qancha endi zamonaviy teplisalar mana Koreyalardan ko'rib kelib mana qilib berasiz deyapti. Yevropalardan ko'rib kelib mana qilib berasiz deyapti. Endi qancha takomillashgan sari teplisaning narxi ko'tarilaveradi. Hozirgi bizning O'zbekiston sharoitida ishlatilayotgan teplisalarning narxi mana 8,5 milliondan shu holatda oyog'ini, ya'ni stokasi 2 metr bo'ladi, dugani orasi 2 metrdan qo'yiladi. Har bitta dugani orasini 2 metrdan shuni 8,5 milliondan sotigini yasab o'rnatib beryapmiz. Konteyner materiallar hammasi o'sha 8,5 million ichida, usta haqisi-yu, boshqasi-yu, hammasi 8,5 million to'laysiz. Tayyor holatda olib borib, yasab o'rnatib beramiz. Xudo xolasa har bir qilingan ishlarga javob beriladi. Qilgan ishimizga javob beriladi. Stenalari baland, konteyner profiliga tushunmagan insonlar qo'rqmasdan qilgizaverasizlar. Konteyner profillari o'ta ham baquvvat. O'zbekiston sharoitida o'ta ham arzon chiqadi. Bozor profillaridan stenalari baland. O'zbekistonda xohlagan nuqtasidan chaqiraverasizlar. Butun O'zbekiston bo'yicha ishlaymiz. Dastavkalari ichida bo'ladi. Xudo xolasa ustalarimiz o'z ishini ustalari, tajribasi bor, teplisa yasash bo'yicha. Shunaqa gaplar aka-ukalar, bugungi kun narxlari 5 milliondan 15 milliongacha teplisa quramiz. Sizga xizmat qiladigan teplisalar bugungi kun 8,5 million so'mdan chiqyapti.